Turpaket narxi nimalarni o'z ichiga oladi? Biz har doim aytamizki, turpaket narxiga ko'proq aviabilet, ya'ni borib kelish aviabiletingiz, mehmonxona, ya'ni klientni o'zini xohishidan kelib chiqib biz arzon, o'rtacha va qimmat mehmonxonalarni tavsiya qilamiz va viza. Qaysidir davlatlar hozirgi paytda vizali, qaysidirlari esa vizasiz va qaysidirlari esa juda katta etaplardan o'tgan holatda elchixona ularga viza beradi. Umuman olganda talablarga javob beradigan turist ham bo'lish kerak, ya'ni viza olishda. Vizani har xil etaplari bor. Bu alohida katta mavzu hisoblanadi. Transfer. Aeroportdan tushdingiz, siz chiqasiz, o'zi transfer bizni, ya'ni u yoqdagi hamkorlarimiz kutib oladi va mehmonxonaga olib borib qo'yadi va mehmonxonadan ketish kuningiz yana aeroportga kuzatib qo'yishadi. Umuman olganda bu transferni ham klient bilan maslahatlashgan holatda gruppovoy yoki individualniy, ya'ni bu degani alohida qilish ham mumkin bo'ladi. Xo'sh, keyingisi ovqatlanish. Ko'pchilik turistlar faqat mehmonxonani o'zini buyurtma qilishadi yoki bo'lmasa ertalabki nonushtasi bo'lsin deydi yoki umuman olganda all inclusive bo'lsin deydi. Va biz buni ham mijozlarimiz bilan maslahatlashgan holatda tayyorlaymiz. Nima demoqchiman bu gaplardan hammasidan? Siz qaysidir mamlakatga sayohat qilmoqchimisiz? Biz faqatgina sizga yo'nalish beramiz va buni yo'nalishimiz sizga agar ma'qul bo'lsa tanlaysiz yoki umuman olganda o'zgartirish kerak bo'lgan joylari bo'ladigan bo'lsa, siz bilan biz maslahatlashib, turpaketni sizning xohishingizga qarab teramiz, ya'ni tayyorlaymiz. Agarda siz ham qaysidir davlatga sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki direct orqali bizga murojaat qiling, biz sizga yaqindan yordam beramiz.